payg'ambarimiz pulimi palonchasi po'kinchiga, po'kinchasi palonchiga demagin, endi pul o'shalarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafs bilan kutib oladi, jazoga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: "Abdi a'taytuka malan, famada sana'ta fihi." Ey bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim. Boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim" dedi. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir xil nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyda kambag'alda? Ana shu Alloh bergan oshchi davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Axir turmush sharoitingiz qo'shningizdan ko'ra har tomonlama baland-ku. Endi infoqingiz ham shunga yarasha bo'lish kerak edi. Transformatorga pul yiqqanda 100 so'mdan emas 1000 so'm bering edi siz. Chunki sizga Alloh ko'proq bergan edi. Bularga ozroq bergan edi. U banda aytadi: "Seni eng yaxshi saqlovchi ekaningga bo'lgan ishonchim tufayli har bitta miskin va bechoraga molimdan infoq qildim va sen rahimlilarning rahimlirog'isan." Alloh taolo aytadi: "Sendan keyin bolalaringni saqlovchi menman." Bolalari ko'chada qolmadi. Bolalar kambag'al